Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan biz LeetCode masalalari, LeetCode Solutions bo'yicha birinchi misolni ko'rib chiqamiz. Hop. Dastur kodini, misol kodini birinchi avval yozib oldim, ko'p vaqt qolmaslik uchun. Avval boshdan LeetCode bo'yicha sal qisqacha ma'lumot berib o'tsam, LeetCode bu masalalar platformasi. Google'ga kirib qidiruv yozsalaring chiqadi. Mana LeetCode. Avval kirishda sizlar profil ochib olishlaring kerak. Menda akkaunt ochilgan. Problemasga o'tib turib, pastga tushsak, barcha masalalarni ko'rib chiqish mumkin. Buni filtrlash ham mumkin. Top 100 ta yoqtirilgan savollar yoki intervyu savollari kategoriya yoki faqat algoritm bo'yicha yoki database, shell. Mana bu yerda yana boshqa kategoriyalari bor. Status ishlangan yoki urinib ko'rilgan, ishlanmagan, darajasi easy, medium, hard, text array bo'yicha ishlamoqchi bo'lsangiz yoki string bo'yicha yoki hashtable yoki maze ham bor. Mana maze, greedy, matrix, database shu bo'yicha filtrlab misollar ishlasangiz bo'ladi. Biz ko'rib chiqadigan misolimiz bu yerda birinchi misol two sums. Mana bu misol. Easy 55-13% odam ishlagan buni. Hop. Mana bu yerda endi masala sharti inglizcha bo'ladi. Xohlasalaring tarjima qilib olsalaring bo'ladi. Belgilab turib, menda bu extension bor. Olib beradi. Butun sonlamasi va butun sonli maqsadni hisobga olsak, ikkita raqamning indekslarini shunday qilib aytadiki, ular maqsadni qo'shib qo'yadi. Siz har bir kirishda aynan bitta yechim bo'ladi deb taxmin qilishingiz mumkin va siz bir xil elementni ikki marta ishlata olmaysiz. Javobni istalgan tartibda qaytarishingiz mumkin. Aytish bo'yicha bizga beradi list 2, 7, 11, 15 misol uchun va target qiymat beradi. Mana shu listdan ixtiyoriy ikkitasini yig'indisi mana shu targetga teng bo'lishi kerak. Biz funksiyamiz bo'yicha qaytarishimiz kerak. Mana shu ikkita qiymatni indeksini. Misol uchun 2 va 7 yig'indisi 9 bo'lyapti. 2 0-indeksda, 7 esa 1-indeksda turibdi. Shularni qaytarishimiz kerak. Because chunki mana beryapti o'zi explanationda namesti 0-inchisi bilan namesti 1-inchisi 9 ga teng. V deyapti, biz return qilamiz 0 va 1 ni. Va bu yerda namesti 3, 2, 4 listda shu elementlar kelyapti. Biz olishimiz mumkin. Mana bu 3 ni 2 marta olish ham mumkin. Shuning uchun shunga ham e'tibor berishimiz kerak. Algoritm tuzayotganda 3 ni oldimi, keyingi safar olmasligi kerak. Ko'rib chiqadi, 2, 4 to'g'ri kelmayapti. Demak, keyingisi 2 ni oladi. 2, 3 bilan o'zi to'g'ri kelmagan, davomini olib ketsa bo'laveradi. 2 bilan 4 to'g'ri kelyapti. Indekslari 1 va 2. Shu kabi. Agar yig'indisi to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, bo'sh list qaytarib yuboraveramiz. Bu yerda misolda berilmabdi. Va o'ng tarafda dastur kodi. Mana dastur kodimiz. Uni istalgan dasturlashtiruvda yozsalaring bo'ladi. Bu yerda bor. C++, Java, Python, Python 3, Kotlin, Dart, JavaScript, TypeScript, Rust, Erlang, Racket, PHP, Swift. Shu kabi. Men Python 3 ta yozaman. Hop. Dastavval menga bergan edi mana shundan yuqori qismida, mana bu yergacha bergan. Kelyapti nums listda, target integer tipida, listdagi ma'lumotlar ham integer tipida deyapti. Biz qaytarishimiz kerak listni integer tipda. Hop.
Birinchi navbatda nummap oldim, ochib oldim. Bu dictionary, lug'at. Men bunga kalit qiymat bo'yicha ma'lumot qo'shaman. Hop, bu yerda davom ettirsam, mana for num dedim, enumerate nums. Mana bu narsa enumerate numsni oladi, 0-indeksni bo'yicha oladida, keyin uni ichidagi qiymatni numga olib ketadi. Misol uchun bu yerdagi 2, 7, 11, 15 bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda keladi 2 num qiymat o'zlashtiradi 2 ni. Uni indeksi bo'yicha beradi 0-indeksda. Keyin pastda yozyapman target. Bizga bergan qiymati 9 ekan. Target num 2 kelyapti, ayirsa 7 bo'ladi. Sinamga o'zlashtirib olyapman. Va pastda yozyapman, agar sinam nummap hozir dastlabki holatda bo'sh. Shuning uchun bu shartga kirmaydi. To'g'ridan to'g'ri bu yerga o'tadi. Nummapni olyapman, num 2 mi 0-indeksi. Demak, nummapga men qo'shib qo'yyapman mana shu qiymatni. Xo'sh, nummap kaliti num bo'lyapti, 2, indeksi 0. Demak, mana bunda joylashib qoladi. 2, xo'sh, qiymati bo'yicha indeksi 0 va keyingi songa o'tib ketib qoladi. Xuddi shunday qilib qo'shiladi. Xo'sh, bu menga indeksini olishimda yordam beradi. Keyin dastlabki holatda mana bu narsani bu yerga yozib qo'yadigan bo'lsam, tepaga yozib qo'ysam, shunday qo'shib oladigan bo'lsa, dasturimiz algoritmi xato bo'lib qoladi. Misol uchun sinab ko'rsak, mana bu narsani bu yerga qo'yadigan bo'lsak, mana bu sinamdan oldinga qo'ysak, nummapni ichiga qo'shib qo'yadi, keyin ko'radi. Hop, qo'shib qo'yganda 2 va 0 bo'lib tushgandan keyin targetdan 2 ni ayirganda, demak 7, sinam nummapni ichida yo'q, 7 miz. Demak, pastga tushadi, qaytib ketaveradi. Bu narsani tepaga olib qo'yapmiz. Xo'sh, qisqa qilib tushuntirsam, algoritm bo'yicha agar nummapni sinamdan oladigan bo'lsak, hozir bu yerda bitta qiymatni 2 marta olib qo'yish mumkin-ku. Mana bu misol uchun mana bu 3, 2, 4 da. Shu narsani nummapni tepaga qo'yadigan bo'lsak, mana shu 3 ni 2 marta olib qo'yish mumkin bitta sonni. Shuning uchun mana bu narsani sinamga targetdan numni ayirib o'zlashtirilgandan keyin mana bu shartdan pastda yozib ketdim. Xolos, shunday. Keyingisida endi 7 ni qo'shib qo'ydi bu yerga 2 dan ayirgandan keyin. Keyingi holatda keladi. 7 bor ekan. Xo'p. 7 bo'ladigan bo'lsa, 1 va 7 bo'lib keladi. Target 9, 9 dan 7 ni ayirsak 2, sinam nummapni ichida 2 miz bor, chunki numni qo'shib qo'ygan edik. Bor bo'ladigan bo'lsa, qaytarib yuboryapti return qilib. Mana bu yerga yana bir bor qaytaraman. Xo'sh. Biz num 2 ni bu yerda qo'shyapmiz 2 bo'lib va indeksi o'sha 0 edi. Mana bu holatda 2 va 1 holati qo'shilgan edi. Qo'shilgandan keyin ikkinchi holatda kelyapti. Mana bu 7 kelsa, 7 numga tushadi va bu indeksi 1 bo'lib tushadi. Ayirganimizda sinamimiz 2 bo'lib qoladi. Tekshiryapmiz nummapni ichidan mana bu sinam bormi deb. 2 bor. Borligi uchun shu shartga kirdi. Kirgandan keyin nummapni o'zi kirgandan keyin ish bajarib bo'lingan hisoblanadi. Chunki bizga sinam bilan mana bu sinam bilan buni yig'indisi o'sha targetni bersa bo'ldi. Shu shart mana bu yerda ketdi. Nummap sinam biz indeksini olyapmiz. Ya'ni bu 2 ga teng edi. 2 miz indeksi 1. Qiymati olindi. Va mana bu numni
indeksi 1 bo'lib keldi. 0 va 1 bo'lib return javob qaytaryapti. Xo'sh, keyingilari ham xuddi shu tartibda ketadi. Agar bizda shart bajarilmaydigan bo'lsa, umuman shart bajarilmasa, return qilyapmiz bo'sh listda. Endi buni ishlatib ko'ramiz. Run bersak, bizda mana shu 3 ta example'ga qo'yib ko'radi. Mana uchovi ham yashil bo'ldi, ya'ni bajarildi degani. Keyin buni submit qilsak, yuboradi. Oh, biz qayernidir o'zgartirdikmi? Ha, mana bu narsamiz qolib ketib qolibdi-yu. Qaytadan jo'natamiz. Mana 100% natija, runtime. Bizda ko'rsatib beryapti memory 893 megabayt sarflayapti. Bu 34 bits nima edi inglizchada? Bits. Uradi zarba. Xolos, shunaqa. O'zini o'lchov nimalari bor. Bu o'sha xotiradan qancha joy olyapti turgani. Time'ga qo'yib ko'radi, millisekundlar, foiz bo'yicha shunaqa olib, biz natijani ko'rsatib beryapti bizga. Va bu yerda kod yuboryapti. More challenges, boshqa mashaqqatlar ko'ring deyapti misollarda. Xuddi shu TUSAMga doir misollar. 18.4, 18-misol ekan. 4 ta son qo'shish kerak endi shunaqa. 167-chi, 170-misollar. Kirib ishlasangiz bo'laveradi. Bunga biz premium olishimiz kerak ekan. Mana bularchi. Mana bular free olib ishlasak bo'laveradi. Shu kabi misollar bor. Bularni keyingi darslarda ko'ramiz, xudo xolasa. Shu misollar, agar siz qiynaladigan bo'lsangiz, bu yerda solutions bor, yechimlar. Python 3 o'zizga kerak tilni tanlaysiz. Shu bo'yicha sizda mana bu narsalar chiqarib beradi. Kirib ko'rishlaring mumkin ishlanmalarini. Shu misolda aynan shu misolni ko'raylik. Shu misolni o'zim olsak kiramikan. Mana bu o'sha Java tilida ishlab ko'rgan, Pythonda degani. Yo'q, Java tilida. Tepada Java deb berdim. C++ ekan. Uzr. Java tilida desa mana bunday. Python 3 bunday. Dastlabki holatda men ham shu yo'nalishda ishlab ko'rdim. Keyin izlandim. My Solutions ko'rsak, men ishlangan nimalarim. Men keyin bu yerga qo'shib qo'ysam bo'laveradi. Ishlangan misolimda izohlari bilan algoritmni tushuntirib, shu yerda qo'shib qo'ysak bo'laveradi. Shu bilan bugungi darsni videoni tugatsak bo'laveradi. Birinchi darsda birinchi misol va LeetCode haqida qisqacha aytib o'tdim. Maqsad ham shu edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu yerda tugatamiz darsni.